Furqat aka, narkoz olsam shunday sochlarni to'kilib ketadimi? Uka, bu videoni oxirigacha ko'ring, savolingizga to'liq javob beraman. Men 15 yillik tajribaga ega anestezolog-revmatolog Furqat Farhodovman. Hozirda MKMed klinikasida ish faoliyatini olib bormoqdaman. Siz aytgan holatlar biz MKMed klinikasida aslo kuzatilmaydi. Bizda gemadan keltirilgan eng so'nggi narkozli apparatlar hamda chet elda malaka oshirib kelgan vrachlar o'z ish faoliyatini olib boradi. Narkozning asoratlari, soch to'kilishi, ko'rishning xiralashishi hamda xotiraning pastlashishi kuzatilishi mumkin. Agar bemor yil davomida 10 hamda undan ortiq narkoz o'tkazgan bo'lsa, organizmda qo'shimcha kasalliklar bo'lsa, qon tahlilida qo'pol o'zgarishlar bo'lsa, bu holatlar kuzatilishi mumkin. Agarda sizda qon tahlilida qo'pol o'zgarishlar bo'lmasa, organizmda qo'shimcha kasalliklar kuzatilmasa, MKMed klinikamizda sizga 10 marotabadan ko'p ham asoratsiz narkoz o'tkazishga biz sizga yordam beramiz.